Men uni albatta kasbiy professional faoliyat uchun ta'qib qilinyapti, qamoqqa olindi deb hisoblayman. Birinchi ukamni o'sha hibsga olinganini internet tarmoqlarida ko'rdim. Chunki men ota-onam o'tib ketgandan keyin ko'p ana qilib qoladigan bo'lganman-da, nima deydik, yuragimga qattiq ovoraman. O'shaning uchun endi uni ham uydagilar jiddiyga olishmagan shekilli, chunki Sirojiddin juda ham qonunlarga amal qilardi. Tergovchi bitta yaxshi yangilik, bitta yomon yangiligim bor sizlarga dedi. Yomonidan boshlang dedik biz. Shunda aytdi, ehtiyot chorasini o'zgartirishga dedi prokuror dedi. Aynan familiya ismini ham aytdi. Shu Mardiyev qarshilik qilyapti dedi. Menimcha shu ichki ishlar idoralari o'sha faoliyat uchun, ya'ni Gulranoni himoya qilganligi, Gulranoni sudlarni juda ko'p yoritganligi nuqtai nazardan, qasd olish nuqtai nazaridan menimcha bu ish amalga oshirildi deb hisoblayman. 2026-yilning mart oyida Sirojiddin Media nomi bilan tanilgan jurnalist va bloger Sirojiddin Odilov firibgarlikda gumonlanib Samarqand viloyatida qamoqqa olingan edi. Jamoatchilik uning hibsga olingani haqida xabar bergan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi Pastarg'om tumanida yashovchi 65 yoshli fuqaro Sirojiddin Odilov ustidan shikoyat arizasi yozganligini ma'lum qilgandi. Xabarda aytilishicha, holat yuzasidan Sirojiddin Odilovga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi firibgarlik va 211-moddasi pora berish ayblovi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Sirojiddin Odilovning yaqinlari, jumladan uning opasi taniqli xonanda Sarvara ukasiga nisbatan adolatsizlik bo'layotganligini aytsa, Ezgulik jamiyati rahbari, huquq faoli Abdurahmon Tashanov va blogerning advokati Ozod Jo'raboyev Sirojiddin Odilov ichki ishlar vaziri va prokuratura mas'ullari o'rtasidagi kurash qurboni bo'layotganligini ta'kidlamoqda. Daryo ularga mikrofon tutdi. Demak, shu yilni 11-mart kuni YouTube ijtimoiy tarmog'ida qariyb 1 million obunachiga ega bo'lgan, Facebook ijtimoiy tarmog'ida 100 minglab obunachilarga ega bo'lgan mashhur o'sha bloger, san'at jurnalistikasini bitirgan professional jurnalist Sirojiddin Odilov qamoqqa olingan edi. Qamoqqa olinish jarayonidan beri biz to'liq kuzatib kelyapmiz. Sirojiddin Odilov demak Samarqand viloyati Pastarg'om tumani jinoyat ishlari bo'yicha sudini sanksiyasi bilan 90 kunlik ehtiyot chorasi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 211-moddalar asosida qamoqqa olingandi, ayblovlar qo'yilgandi. Va shundan so'ng tergovlar bo'lib o'tdi. Tergov jarayonida demak uni qamoqqa olinishiga asos bo'lgan 211-modda o'z tasdig'ini topmadi, chiqarib tashlandi. Lekin shunga qaramasdan o'sha tergov organi uni qamoqda ushlab turish maqsadida mana endi uni hali xudo xolasa sudda ham albatta isbotlanadi. O'sha 165 ya'ni italomachilik bilan soxta ayblov unga yopishtirishga harakat qilishdi va sanksiyadan bir necha kun o'tishiga qaramasdan mana hozir u ehtiyot chorasi o'zgartirilmadi, ehtiyot chorasini uzaytirish haqida suddan bo'lmadi. Hozirda demak O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini Kattaqo'rg'ondagi 7-sonli tergov izolyatorida saqlanmoqda. Endi biz o'zimiz advokatlari bilan, uni yaqin qarindoshlari bilan gaplashganimizda sog'lig'i nuqtai nazaridan ham juda og'ir ahvolda qolayotganligi ma'lum. O'zi Sirojiddin juda barvasta 100 kilo atrofidagi yigit hozir bir 60 kilo atrofiga tushib qolgan, sog'lig'ini jiddiy yo'qotgan nimalardan biri o'sha gumondorlar ayblanuvchilardan biri bo'lib qolyapti va uni o'sha tishlari to'kilib ketgan, o'sha oziqlanishda ancha-muncha qiyinchiliklarga uchrayapti. Ukam unaqa nimaga ham moddiy anaqaga ham qiziqmas edi. Oilamizda to'g'risini aytsam unaqa moddiy imkoniyati eng past bo'lgan bola edi-da. Hech qachon murojaatchilardan unaqa pul olib, uni nima qilishga keyin o'shanda savol berardim-da. Savol ham bermasdim, chunki meni o'zi ota-onam shunaqa inson bo'lishganda, biz shunaqa oilada yetishganmiz. Ko'pchilik hozir hayron bo'lyapti. Advokatlari ham hattoki-da, qanaqa qilib Siroj akam shunaqa uzoq joylarda o'sha murojaatchilarni nimasini himoya qilayotganda qanaqa qilib bunaqa kichkina summalarga yoki bo'lmasa hech qanaqa pul olmasdan borgan deganda, masalan, meni o'zi ota-onam o'sha biz ziyoli oilada katta bo'lganmiz. Madaniyat xodimlari, o'sha dadam televideniyada programmalar bo'lardi, o'zi vazirlikda ishlardilar. Bizni oilamizda ko'pincha o'sha muhit shunaqa edi-da. Bizga ota-onam hech qachon moddiyat tashlab ketmagan. O'zimizni o'qitib, o'sha insonlarga yordam berganini ko'rganmiz. Biz shunaqa muhitda katta bo'lganmiz. Asosan Sirojiddinni nimasi ham o'sha tarbiyadan kelib chiqqanda
moddiyatni hech qachon birinchi o'ringa qo'yishmaganda ular. O'sha uchun ukam ham man shunaqa tanbeh berganimda aytardiki, men gapirmasam sen gapirmasang, kimdir qilish kerak-ku buni. Bu meni kasbim, men yaxshi ko'raman uni derdi. Ko'pincha o'sha masalan bitta holatni aytib beraman. Bektemir rayonida yashaydi Sirojiddin. O'sha yerda birinchi hokim o'zgardi. O'zgargandan keyin birinchi o'sha kichik tadbirkorlar do'konlarni buzishdan boshlaganda, keyin nima Sirojiddin o'shani yoritib chiqdi. Nima uchun dedi siz hokim bo'lib keldingiz rayonimizga va o'shalarni himoya qilib o'sha kichik tadbirkorlar video chiqardi. Keyin hokimiyatdan telefon qilishdi. Masalan, Sirojiddin aka, keling, kelishaylik, mana shuni yoritmang, shunaqa degan mazmunda telefon keldida Sirojiddin rad qildi ko'rishga. Keyin men aytdimki, nimaga bormayapsan? Yaxshi-yu, hokim bilan tanishasan. Bunaqa yo'q dedi. Men dedi bunaqa masalada hatto shunaqa ham qilmagan ukamga hozir tovlamachilikda haligi nima qo'yish, pora berishlikda ayblashlari men uchun shaxsan men ukam bo'lgani uchun aytmayapman. Biz o'zi oilada unaqa tarafkashlik bo'lishga o'rganmaganmiz. Biz o'zimizniki ham xato qilsa ayamaslikda dadam. Mana shu moddalarda ayblanishi men uchun juda ham hayratlanarli-da. 2026-yil 10-mart kuni ushlangan ekan. 10-mart kuni kechasi Toshkentdan endi u paytda hali meni xabarim bo'lmagan 3 nafar advokat yetib borgan. Chunki jamoatchilikka juda ham mashhur shaxs bo'lganligi, masalan 1 million yaqin kuzatuvchisi bo'lganligi, qolaversa rasman oliy ma'lumotli jurnalist bo'lib, o'zini elektron ommaviy axborot vositasi bo'lganligi, ya'ni bloger faoliyati emas, u ommaviy axborot vositasi bo'lib, shu Sirojiddin media sayti va YouTube'dagi platformasi bo'lganligi sababli uni ko'pchilik hurmat qiladi. O'sha 3 ta nafar advokat borib, o'sha Pastdarg'om tuman ichki ishlar bo'limining oldiga kelib, o'shani 2 nafari order bergan, qolgan 3-nafari ham order tayyorligini berishi mumkinligini aytgan. Lekin ichki ishlar xodimi ularni, ya'ni himoya huquqini ta'minlamay, ularni himoyachini masalan va himoyalanayotgan odamning huquqlarini ta'minlamasdan dastlab bu yerda yo'q degan. Keyinchalik esa aniq shu Pastdarg'om tuman ichki ishlarida ushlab turilganligi ma'lum bo'lgandan keyin ham olib ketdi, boshqa deb turli sabablarga ko'ra himoyachilarning professional faoliyatiga to'sqinlik qilgan hamda Sirojiddin akani barcha masalan O'zbekiston qonunchiligida hamda xalqaro qonunchilikda mustahkamlagan huquqlarini buzgan. Uni himoya huquqini buzib, o'sha paytda ichki ishlarning orqa darvozasidan o'sha konvoy mashinasida olib chiqib ketgan va to'g'ri sudga borgan. Sirojiddin aka ham o'sha hamkasblarini aytishi va o'zini aytishi bo'yicha, shaxsan og'zidan aytishi bo'yicha dastlab sudda ham ko'rsatuv berishni xohlamagan. Meni advokatim kelish kerak. Advokatim kelib meni himoya qilish kerak deganda sud ham va o'sha ichki ishlar xodimi hamda qatnashayotgan prokuratura xodimlari uzoq vaqt kutib qolishini, hozir agar barcha hujjatlarga imzo qo'ysa va tezroq uni ish hal bo'lib ozodlikka chiqib ketishi mumkinligi haqida gapirgan. Endi bu albatta o'zining gaplari. Sudya ham xuddi shunaqa deganmi, ya'ni advokatsiz himoyasiz ta'minlanmasdan turib sudda davom ettirganmi sudya ham shuni? Sud o'sha paytda boyagi o'sha hududdagi adliya bilan shartnoma tuzgan advokatni chaqirgan. Navbatchi advokat deydi xalq tilida bu. Navbatchi advokatni chaqirgan. Lekin o'zini advokati borligini aytgandan keyin navbatchi advokatni chaqirish bu noto'g'ri ish. Qonunchilikka ham zid. Qolaversa o'sha davlatning mulkini meni o'ylashimcha, advokatlik shaxsiy fikrimcha talon-toroj qilish alomati ham bo'ladi. Sababi o'zini ikkita advokat bo'lib turib, davlat advokatiga davlat hisobidan pul sarflash, ya'ni o'sha yarim oklad pul sarflanadi bir marta advokat kelib ketganiga. Qolaversa advokatning ham professional etikasiga to'g'ri kelmaydi. O'sha klientning o'zini advokatlari borligini eshitgandan keyin kechirasizlar deb o'z-o'zini rad qilish kerak deb o'ylayman. Bu albatta o'zimning shaxsiy huquqshunos advokat sifatida fikrlarim. O'sha paytda sud aytganki, savolingizga javob yo'q, mana sizga advokat tayinlandi, advokat huquqingiz ta'minlangan hisoblanadi advokat borligi degan u Sirojiddin akaning o'zlarining gaplariga ko'ra. Advokat ham buni rad qilmagan. Advokat ham ishtirok etavergan o'sha davlat hisobidan. Va o'sha paytda qamoqqa olish ehtiyot chorasi qanoatlantirilgan hamda qamoqqa olingan. Yuqorida Abdurahmon aka ham aytdilar, aynan asos qilib ko'rsatgan, ya'ni u yerda pora olishga dalolat qilgan deb shu 28 orqali 211-moddani qo'yilgan. Lekin tergovda keyin davom etishida bu modda chiqib ketdi. Ayblov xulosasida ham yo'q. Lekin o'zi asosan jinoyat ishi qo'zg'atilishiga sabab bo'lgan 5 ta epizodda 5 ta fuqaroning arizasi. Arizaga mayli hali sudlari to'liq o'tmaganligi sababli to'xtalib o'tirmayman mazmuniga. Lekin arizani umuman shakliga e'tibor beradigan bo'lsak, barchasi bir necha yil oldin bo'lib o'tgan va o'sha Sirojiddin Adilov bilan munosabatlarga kirishgan fuqarolarning arizasi.
eng kami ham 1 yildan ziyod vaqt o'tgan u fuqarolar bilan u munosabatga kirishganligi. Dastlabki arizasi esa 3 yildan uzoq muddat o'tgan. U arizasi avvalan bir necha marta davlat organlariga u shaxs ariza yozgan va o'sha arizalar aynan rad etilgan. Ayni mana shu fonlarda esa u rad etilgan arizalardagi qarorlar bekor qilinib, jinoyat ishi qo'zg'alib ketgan o'z-o'zidan. Bundan tashqari u kishini yaqinlari himoya tomoni keltirilgan degan zarari va depozit hisob raqamiga boshqa garov pullarini to'liq to'lab qo'yishgan, chunki keyinchalik sudda balki qaytalik bo'lishi mumkin degan ma'noda, lekin shunga qaramasdan baribir ehtiyot chorasi o'zgartirilmadi. Biz shu yili 10-iyun kuni Samarqand viloyatiga tergovchini chaqiruv bilan bordik. O'zi tergovchi nima maqsadda chaqirganda Abdurahmon aka sizlarni? Tergovchi demak Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasini tergovchisi Ahmadov degan tergovchi demak himoya tomoniga u kishini ehtiyot chorasini o'zgartirish mumkinligi haqida aytgandi va biz albatta uni olib kelamiz hozir va sudlarga tayyorlanamiz degan bir maqsadda borgan edik. Yo'lda ham bir necha marta SMS xabarlar yozdi tergovchi advokatlarga tezroq kelyapsizlarmi, qilyapti. Borganimizda keyin aytishdiki, biz mana hamma hujjatlarni to'plab qo'ydik, nima qildik, lekin prokuratura ruxsat bermayapti degan gaplarni qildi. Keyin shundan keyin men Samarqand viloyati prokuraturasi 16-bo'lim boshlig'i, ya'ni ichki ishlar tergovi nazorat qiluvchi prokuror Xondamir Mardiyev qabulida bo'ldim. Xondamir Mardiyev tergov organi bilan gaplashib, o'zlarini mutlaqo bu ishga aloqasi yo'qligini, bu yerda ichki ishlar idoralari o'yin qilayotganligini bizga ro'y-rost aytib berdi. Shundan keyin uni o'sha tergov izolyatoriga olib ketishdi. Mana hozirda ayblov xulosalari tayyor bo'lgan. Men albatta bu jinoyat ishini sudlarda sinishiga, ya'ni sudlarda ayblov tasdiqlanmasligiga ishonaman. Buning uchun kurashamiz ham albatta. Lekin hozir bizni asosiy xavotirga qo'yayotgan narsa albatta Sirojinning sog'lig'i, chunki sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy muammolar bor. O'zbekiston Respublikasining qonunchiligida, Jinoyat protsessual kodeksida, Jinoiy ijroiya kodeksida, boshqa kodekslarda mahkum saqlanayotgan paytda uni sog'lig'i bilan bog'liq vaziyat keladigan bo'lsa, albatta uni ozod qilish kerak, ehtiyot choralarini o'zgartirish kerak tushunchalar bor. Insonparvarlik, gumanizm tamoyillari asosida u albatta garov tariqasida yoki tilxat tariqasida yoki boshqa bir haligi jamoa kafilligi nuqtai nazaridan uni ehtiyot chorasini o'zgartirish mumkin. O'zbekiston Insonlar ezgulik jamiyati jamoaviy kafillik bergan, ya'ni uni munosib xulq-atvorda bo'lishi, tergovlarda yoki sud jarayonlarida munosib xulq-atvorda bo'lib to'liq qatnashishini kafolatimizga olganmiz. Bundan tashqari uni o'sha tergov organi depozitiga pullar qo'yilgan, garov pullari qo'yilgan, zararlarni qoplash bo'yicha nimalar qo'yilgan, mablag'lar qo'yilgan, lekin shunga qaramasdan nimagadir tergov organi uni o'sha ehtiyot chorasini o'zgartirdi. Endi bu yerda jiddiy qonun buzilish holatlari ko'p. Yuqorida aytganimdek, pora olish epizodi tergov davomida tasdiqlanmadi, u modda chiqarib tashlandi. Chunki mana shu narsa uni qamoqqa olinishiga asos bo'lgan edi. To'g'risi, birinchi ukamni o'sha hibsga olinganini internet tarmoqlarida ko'rdim. Chunki men ota-onam o'tib ketgandan keyin ko'p ana qilib qoladigan bo'lganmanda, nima deydik, yuragimga qattiq olvoraman. O'shaning uchun endi uni ham uydagilar jiddiyga olishmagan shekilli, chunki Sirojini juda ham qonunlarga amal qilardi. Hatto biz oilasi bo'lib ozgina kichkina qonunbuzarlik qilsak ham sen to'g'ri jazolanibsan deb anaqa qilar, tanbeh berardi. Lekin eng qizig'i hozir antikorrupsiyada o'tirgan ekanda, borsam kulib yubordimda. Sirojiddin har doim unga qarshi bo'lganda, o'sha korrupsionerlarga qarshi bo'lgan, qonunlarni qattiq hurmat qilardi. Hatto avtomobilda yurganda ham qonun buzmasdi-da u. Keyin bizga ham o'sha nima qilar, hozir ham qonunlarga qattiq ishonib o'tiribdi-da. O'zini huquqiy bilim ham o'sha murojaatchilar olganda ham hammasini olmasdim. Men ko'pincha anaqasi uka shunaqa ekan, qaysidir mavzularni yoritib bersin deganda olib kelsam, yo'q, bu qonunga to'g'ri kelmaydi, men aralashmayman derdi-da. O'sha qo'liga olgan kimnidir murojaatchilari bo'lsa, qonunan o'sha haq bo'lsa, o'shaning tarafida bo'lardi va har doim yutib chiqqanda. O'sha qaysi mavzuga qo'l ursa yutib chiqardi. O'shaning uchun biz ba'zan endi baribir cho'chirdimda men, unaqa nima qilmasangchi, o'sha o'zi shuni himoya qiladigan nimalar bor deganimda ham shu nima deydi, o'sha sohani egalari ham
o'sha qonunlarni buzayotganda, o'sha insonlarni huquq nimasini himoya qilmayotganda o'shalar tarafida turardi eng qizig'i. Bizga jinoyat ishining tamomlanishi haqida tergov xabar bermadi. Bizga ayblov to'ldirilayotganligi haqida xabar berganda men va shu hamkasbim Nasriddinova birgalikda hamda ko'plar jamoatchilik birgalikda bordik. Bundan avval tergovchi agar sizlar depozitga boyagi o'sha jabrlanuvchi deb qaralayotgan arizachi shaxslar da'vo qilgan summalarini ichki ishlar depozit raqamiga to'lab qo'ysalaring, ehtiyot chorasini o'zgartirish mumkinligini aytdi. O'z-o'zidan hamda o'sha aynan depozit raqamini o'z qo'li bilan berdi bizga. Chunki hammada ham bo'lavermaydi. Biz o'sha depozit raqamini olib yaqin qarindoshlarga yetkazdik hamda vaziyatni aytdik. Agar mana shu depozit raqamiga boyagi go'yoki zarar deb ko'rilayotgan summalar to'lansa, ehtiyot chorasi o'zgarishini, lekin bu o'z-o'zidan haqiqatga aylanmasligini, biz agar u summalarni sudda talashib, adolat qozonsa qaytarib yana olinishi mumkinligini ham qarindoshlarga tushuntirdik. Shundan keyin boyagi ichki ishlar talab qilgan o'sha arizada ko'rsatilgan summalar depozit raqamiga to'landi. Biz yuqorida aytilgan jamoatchilik va qarindosh urug'lari bilan birgalikda bordik. Borib, men va Nasriddin tergovchining xonasiga kirgandan keyin tergovchi bitta yaxshi yangilik, bitta yomon yangiligim bor sizlarga dedi. Yomonidan boshlang dedik biz. Shunda aytdi, ehtiyot chorasini o'zgartirishga dedi prokuror dedi. Aynan familiya ismini ham aytdi. Shu Mardiyev qarshilik qilyapti dedi. Keyin biz nimaga o'zingiz aytgandingiz o'zgartiradi desak, men xohlayman o'zgartirishni, lekin shu yuqori turuvchi tashkilotlar rozi emas dedi. Masalan, men Samarqandda faoliyat yuritmaganman, Mardiyev kimligini so'raganimda 16 boshlig'imi deb tushundimki, o'zim viloyat prokuraturasida 16-bo'lim, ya'ni shu ichki ishlar faoliyati ustidan prokuror nazoratini olib boradigan xodimni deb so'raganimda xuddi shunday dedi. So'ng biz advokatlari va shu jamoat tashkilotlari viloyat prokuraturasi juda yaqin masofada bo'lgani uchun u yerga bordik o'tib borganimizdan keyin dastlab dejurni prokurorga uchradik, unga vaziyatni tushuntirdik. Unda navbatchi prokuror aytdiki, o'zingiz ham advokatsiz, tergovchi mustaqilligini 36-modda Jinoyat protsessual kodeksining 36-moddasiga ko'ra o'zi qaror qabul qiladi-ku dedi. Biz buni tushunib turibmiz, o'zi qaror qabul qilish kerak, lekin nimagadir shu Mardiyev Xondamir rozi bo'lmayotganligini aytdi dedik. Shundan keyin Mardiyev Xondamirda chiqishini talab qildik. U kishi chiqayotganda meni tergovchi chaqirib qoldi va Mardiyev Xondamir bilan Abdurahmon aka suhbatlashgan. Men yana tergovchining oldiga bordim. Nimaga ehtiyot chorani o'zgartirmayapsizlar desam, yo'q, prokuror emas, boshqalar qarshilik qilyapti dedi. Endi buni ochiqdan ochiq boyagi aldayotganligini tushundik. Keyin qarasak, bu ehtiyot chorasi o'zgarmasligini eshitgan Sirojiddin Odilov juda boyagi tushkun ahvolga tushib, mazasi qochib qoldi. O'sha paytda sog'ligini birdan o'zgarib, keyin men u kishiga tushuntirdim. Hozir jinoyat ishini mana ayblov o'zgaribdi. Sizga yaxshi xabari 211-modda chiqarib tashlanibdi. Yomon xabari ehtiyot chora o'zgarmas ekan deb tushuntirgandan keyin u kishining boyagi qo'llari titrab, mazasi qocha boshladi. Buni payqaganimdan keyin men tibbiyot xodimini chaqirish kerakligini aytdim. Shunda yo'q, tibbiyot xodimini chaqiramiz, lekin siz jinoyat ishi bilan tanishing dedi. Kechirasiz dedim. Men dedim kasal himoya ostidagi shaxs bilan birga dedim, qanday jinoyat ishini tanishaman dedim. Qolaversa dedim, bir tomdan ortiq, juda qalin, bunga dedim bir necha kun ketadi dedim. Siz menga dedim jinoyat ishini tugatish haqida dedim e'lon qilib xat yuboring dedim. O'zi jinoyat ishi tugashidan va tanishtirishdan kamida bir sutka oldin advokatlarga rasman xat yuborish kerak. Hozirgi kunga qadar bizga masalan rasmiy xabar kelgani yo'q. Jinoyat ishini tugatyapmiz degan. Lekin sirtdan eshitishimizcha tugatib o'sha sudga ham yetib borgan, hozirgi kunda sudda. U yerda na bizni tugatish tanishganligimiz bor, na Sirojiddin akani tanishganligi bor. Umuman jinoyat ishi mutlaqo o'sha Jinoyat protsessual kodeksiga ham, O'zbekiston konstitutsiyasiga ham, boshqa xalqaro normalarga ham zid. Chunki u yerda biron bir boyagi himoya huquqi ta'minlanmayapti. Himoya huquqi qatnashib yonida turganligi bor, lekin uni boyagi o'zini nimada ayblanayotganligi haqidagi jinoyat ishi bilan tanishib, ko'rib chiqish kerak. Boyagi hattoki qamoqdagi shaxs ham tanishib ko'rib chiqish kerak. Bunday holatlar yo'q.
Men uni albatta kasbiy professional faoliyat uchun ta'qib qilinyapti, qamoqqa olindi deb hisoblayman. Chunki xabarim bor edi, o'sha ichki ishlar vazirligini o'sha yuqori martabali mulozimlari uni o'sha faoliyat uchun qamoqqa olishlari mo'ljallayotgan edi. Hatto bu o'sha 10-martdan avval. Men bundan xabarim bor edi. Men Sirojiddinga aytdim, sizga nisbatan shunaqangi bir haligi qopqon qo'yilgan, sizni tutishmoqchi deb ogohlantirdim. Lekin afsuski mana shu hodisa sodir bo'ldi. Abdurahmon aka, boyagi Samarqanddagi holat bo'yicha qaytsakda, mana tushunishim bo'yicha o'sha muddat tugagandan keyin sizlarga tergovchi tomonidan telefon qilingan, ya'ni o'sha nima o'zgartiriladi, Ehtiyot chora o'zgartiriladi degan bir mazmunda. Borgan paytlaringizda holat prokuraturaga deb ag'darilgan. Keyin prokuratura bilan gaplashgan paytlaringizda hech qanaqangi prokuratura bilan bog'liq vaziyat emasligi ma'lum bo'lgan. Ichki ishlar bu holatdan keyin nima dedi? Aynan o'sha tergovchi bu holatdan keyin qanaqa izohladi vaziyatni? Demak, biz borgan paytimizda vaziyat shunday bo'ldiki, biz hamma hujjatlarni tayyorladik. Biz mana hozir uni ehtiyot chorasini o'zgartirish uchun tayyormiz, lekin prokuraturani ruxsati kerak degan gaplar qildi. Biz prokuraturaga borganimizda bu gaplar yolg'on bo'lib chiqdi. Keyinchalik ular yo'q, biz unaqa deganimiz yo'q. Biz ozod qilish haqida umuman gapirganimiz yo'q. Chunki tovlamachilik bilan bog'liq jinoyatlarda ehtiyot chorasini o'zgartirish mumkin emas degan to'g'ridan to'g'ri haligi labzdan qaytish holati sodir bo'ldi deyish mumkin. Endi men bilmadim, balki prokuratura, ichki ishlar ikkalasi kelishib olib qanaqadir o'yin qilgandir. Biz endi u haligi qorong'i koridorlarda bo'layotgan o'yinlarni, u yerda kechayotgan suhbatlarni bilish imkoniyatimiz yo'q, lekin men shunga aminmanki, biz umuman o'sha keyingi paytlarda ichki ishlar idoralari, prokuratura, umuman huquq qilish idoralariga nisbatan jamoatchilikda bir negativ kayfiyat bor, yomon kayfiyat bor. Mana shu Sirojiddin bahonasida biz shu negativ kayfiyatni o'zgartirishga harakat qilmoqchi edik. Mana bular o'sha qonunga amal qilyapti. Mana bloger ehtiyot chorasini o'zgardi degan bir ijobiy bir materiallar berish istagimiz bor edi. Chunki masalan biz ham ijtimoiy siyosiy vaziyatni kuzatish nuqtai nazaridan albatta o'sha davlat hokimiyatiga fuqarolar ishonchi ortishini xohlaymiz. Odamlarni qonunni o'sha bajarayotgan odamlarni hurmat qilishini xohlaymiz. Shu nuqtai nazardan biz huquq himoya qilish idoralariga haligi nima deydi, obrazni qilib aytganda diplomatik o'sha qo'l cho'zgan edik. Afsuski bu narsalar rad qilindi. Ularni o'zlarini demak qanaqadir haqqatlari bor shekilli, yo bo'lmasa ular o'zlarini umuman blogerlarga, jurnalistlarga, faollarga nisbatan qanaqadir bir adovati bor shekilli. Men shunaqa deyishga majburman, chunki men o'zim ro'y-rost juda qattiq ishonib borgan edim. Biz hatto qo'shimcha mashina olib borgan edik uni qaytarib olib kelishga. Qo'limizda gullar bor edi. Biz uni bir tantana bilan chiqarib olib, kutib olib olib bormoqchi edik va tergov organiga ishongan edik. Endi bu tergov organi to'g'ridan to'g'ri bu hodisaga kelib qolgan emas, xulosaga kelib qolgan emas. Uni yaqinlari, demak Ichki ishlar vazirligini rahbariyatining qabulida bo'lgan. O'sha joy, o'shandan keyin vaziyat ancha o'zgardi. O'sha gumondor sifatida saqlanayotgan izolyatorga dachkalar berish, uni oldiga advokatlar kirib chiqishi erkinlashdi. Ilgarigidek vaziyat ancha yumshagan edi va tergovchi demak uni ehtiyot chorasini o'zgartiramiz degandan keyin darhol demak qarindoshlari unga o'sha yetkazilgan zarar deb hisoblanayotgan mablag'larni birdaniga shotlarga qo'yishdi. Boshqa qilish umuman olganda xursand edik va qaytayotganda aldanganimizdan yana bir marta o'sha bu tergov organiga o'xshagan shu organlarni gaplariga ishonib bo'lmasligidan biz juda ham xafa bo'lib qaytdik. Ukamga ishonaman. Uni bunaqa qilishiga umuman ishonmayman. U ko'pincha advokatlar bilan ishlardi. Masalan, bir muammoni ko'targanda jurnalistning haqqi yo'q-ku, huquqiy taraflarga kirishga har doim advokati bo'lardi. Men advokat bilan maslahatlashaman. U desa, men o'sha doirada sizga yordam beraman. Hozir aytdik-ku, moddiy zarar qoplanishi kerak deganda ham ko'pincha joylari u o'sha murojaatchilarning advokatlariga tegishli bo'lgan summalarda uni ham nimagadir Sirojiddinni anaqa qilishdi, lekin advokatlar aytdi, hozir nima desa qilaylik. Sirojiddinning ahvoli og'ir, u yerdan chiqarib olaylik dedi. O'shaning uchun biz shoshilib hamma choralar ko'rdik. Ukam juda ham ahvoli yaxshi emas, tishlari to'kilib ketgan, ovqat yeyolmaydi. Keyin o'shanda so'radim, men o'zim 2 marta ko'rishdim. Yeyolmayapsam, og'riydi, bilasiz, tishlar qattiq og'riydi.
chayni olmayapsanmi desam, ha dedi, shu 40 kilogacha ozib ketgan. Qattiq ozish natijasida boshqa kasalliklar ham kelib chiqadi. Birinchidan davleniyasi tushib ketadi. Anaqa shakar kasallik bo'lib qolishi mumkin, xotira yo'qotishi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun просто menga juda ham anaqa achinarli bo'lgani, shunaqa xalqni yaxshi ko'rib, uni yonida bo'lgan shu ukamni mana shu holatga tushib qolishi, nima deydi, menga juda ham anaqa ta'sir qildida. Nima uchun bunaqa deb qildimda. Opa, ana shu ukangiz bilan ko'rishishda dastlab boshda muammo bo'lgan, rostmi? Ha, Ko'risha olmaganlaringiz? hech ko'risha olmadik. 15 kunlab nimadir berishimiz kerak bo'ldi. Shunaqa hech ham anaqa emas. Bizga odamga o'xshab muomala qilishmaganda. Hatto tergovchisi ham masalan oilasi bilan keyin biz o'sha vazirimiz bilan ko'rishganimizdan keyin hammasi o'zgardi. Ertasi kuni ayolga telefon qildim. Men tergovchisiman, xo'jayiningizni ishini olib boryapman. Qanaqa murojaatlaringiz bo'lsa o'zimga ayting deb, u ham hayratda, shokka tushib qoldi. Keyin biz o'sha narsalar berishni boshladi. Hatto dori, kiyimlari, chunki anaqa sovqatyapman degan boshida kiyimlar ham kirgiza olmaganmiz. O'sha betonda yotib qolgan necha kunlardir. Keyin o'zi bilan ko'rishganda endi bizga unaqa batafsil aytmadi, lekin ozgina gapirganda ham aytib berdi. Bizga jiddiy muammo bo'ldi. Hamma kiradi o'sha yerda narsasini bergani, boshqalardan so'rashganda sizlar ham shunaqa qiyinchilikka yo'q degan. Lekin faqat o'sha bizga tegishli bo'lgan, lekin o'sha vazirimiz bilan, o'sha ichki ishlar vaziri bilan o'zimiz shaxs qabullariga kirib, o'sha advokat bilan kirganimizdan keyin hammasi tamoman o'zgardi. Bizga unaqa qilishni boshladi, odamga o'xshab muomala qilishni boshlashdi. Lekin baribir nima deydi, butun umr biz oilamiz shunaqa o'sha xalq xizmatida bo'lganmiz. Men ukam jinoyatchi emasda, to'g'risi. Ichki ishlar vazirining qabuliga shaxsan o'zingizdan bordingiz, ha? Oilaviy borganlaringizdan keyin. Vazir nima deb holat xabar topgandan keyin qanaqa? Aytdilar, biz yordam beramiz, siz anaqa qilmang, bo'ldi. Deb o'sha yerdagi nima har bir viloyatda Samarqand bo'lganicha o'sha Samarqand kuratorlari o'sha yerda edi. Ularga ta'limot bergandan keyin hammasi anaqa qilishdi. O'sha aytaman, vaziyat 180 darajaga o'zgardi. Bizga anaqa yordam qilishdi rostdan. Hozirgi kunda vaziyat qanaqa? Ko'rishishlar bilan bog'liq muammolar? Hozir ham muammo yo'q. Hozirgacha muammo yo'q, lekin hali huquq tarafini men bilmaganim uchun hozir advokatlar, faollar gaplashdi, lekin men u tarafim bilan, lekin bir insoniylik nuqtai nazardan biz uchun hech bo'lmasa Sirojiddinni ko'rish imkoniyati bo'ldi, tishi og'risa yoki bo'lmasa joni achigan bo'lsa o'shanga anaqa qilish, lekin o'sha holatda ham ruhan tushkunlikka tushib qolgan ukam savol beradi o'ziga. Men nima uchun yurganman? Masalan, bitta xalq uchun yonib turgan bir insonni hozir chiqsa endi unaqa qilmasa kerak deb o'ylayman. Masalan, biz undan faxrlanardik. Hech bo'lmasa oilamizda faqat o'zini manfaatini emas, mana shu boshqalarning manfaatini kim bilan gaplashsak aytar ekan. Birinchi murojaatchilar eshitganda ham boshqasi masalan kelganda ikkinchi taraf eshitar ekan, agar u haq bo'lsa o'sha tarafga ham o'tib ketar ekan ba'zanda. Yo'q, sen bu yerda noto'g'ri qilyapsan, men ikkala taraf yoritaman. Lekin bu haqiqat bo'lsa, u shartnoma tuzgan bo'lsa ham qarshi taraf haq bo'lsa, uni oqlab chiqib ketar ekanda. Shunaqa holatlari ham ko'p bo'lganda. Bu haqida aynan inson huquqlarini O'zbekistonda ta'minlashga mas'ul bo'lgan vakil ombudsmanga shikoyat xati yozdim, bosh prokurorga shikoyat xati yozdim, hamda ichki ishlar vaziriga ham shikoyat xati yozdim. Bir nusxasini davlat xavfsizlik xizmatiga ham yubordim, chunki qamoqda qonuniy saqlashga baribir ularda ham qandaydir mas'uliyati bor deb o'ylayman. Natijasi yo'q. Har doimgidek advokat umuman shikoyatchilarning shikoyatlari aynan ijrochini o'ziga boradi deb o'ylayman. Hozirgi kunda katta ehtimol bilan meni barcha shikoyatlarim to'planib o'sha ichki ishlar organiga, tergovchiga borgan va tergovchi buni sudga yuborgan. Boyaga, lekin amaldagi qonunchilik bo'yicha bu yerda ombudsmanning ham o'z vakolatlari bor, taqdimnoma kiritish, tergovchilarda xatti-harakatlari yuzasidan qonuniy o'rganish olib borishi mumkin, bosh prokuror ham chaqirib olib jinoyat ishini masalan alohida o'rganishi mumkin. Bu holatlar amaliyotda deyarli kuzatilmaydi. Sizni o'sha murojaatingizga bosh prokuraturani, ombudsmanni, ichki ishlar vazirligini javob keldimi? Rasmiy javob keldimi? Yo'q, hozirgi kunga qadar biron bir rasmiy javob kelgani yo'q. O'sha muddat o'tib ketdimi? Xat javob berish muddati turadi?
Yo hali bormi? Yo'q, endi masalan murojaatlar 15 kun deb aytilgan. 1 oygacha cho'ziladi. Agar tekshiruv talab qilsa 2 oygacha ham cho'ziladi degan qonunchilik normalari bor bizda. Lekin ogohlantirish kelsin, uni cho'zish to'g'risi. Agar cho'zilayotgan bo'lsa ogohlantirish kelish kerak yoki hech bo'lmasa falon tashkilotga sizning murojaatingiz yuborildi degan boyagi ikkinchi nusxasi kelish kerak. Hozirgi kunga qadar unday xatlar kelgani yo'q. Aytingchi, mana Sirojiddin akani o'sha Farg'onadagi Gulrano Qosimova bilan bog'liq ishlar va ichki ishlarni o'sha paytdagi xatti-harakatlarni jamoatchilikka fosh qilib tashlashi bilan bog'liq jarayonlar, ular jurnalistga nisbatan qilingan xatti-harakatga qanaqadir javob tarzida emasmikan? Bu qanaqa o'zi aslida o'sha pora olish bilan bog'liq jarayon tasdiqlanmagandan keyin yana mana bunaqangi vaziyatlar davom etishi? Endi albatta Sirojiddin o'sha jamoat faoli sifatida jurnalist, men uni professional jurnalist deb bilaman, chunki san'at jurnalistikasini oliygohi bitirgan, blogerlik faoliyati davrida ham juda professional yondashgan va Gulrano Qosimova masalasini ham albatta keng yoritdi. Albatta bu narsa ichki ishlar idoralariga yoqmagan bo'lishi mumkin. Men buni istisno qilmayman. Men o'zim Gulrano Qosimova masalasi bo'yicha bu idoralararo kurash, qanaqadir prokuratura va ichki ishlar o'rtasidagi bir qanaqadir adovatlar deb hisoblayman va bu yerda baloga qolayotgan albatta yana jamoatchilik faollari, ya'ni jamiyatda bir muncha zaif qatlamlari bo'lgan blogerlar va jurnalistlar deb hisoblayman. Albatta menimcha shu ichki ishlar idoralari o'sha faoliyat uchun, ya'ni Gulranoni himoya qilganligi, Gulranoni sudlarni juda ko'p yoritganligi nuqtai nazardan, qasd olish nuqtai nazaridan menimcha bu ish amalga oshirildi deb hisoblayman. Chunki biz juda ko'p o'sha huquq muhofaza qilish idoralaridagi manbalarimiz bilan ham hatto gaplashdik. Jurnalistlar, jamoat vakillari bilan gaplashdik. O'sha sud jarayonini yoritgan, sud jarayonida ikki taraflama bo'lib qolgan odamlarni albatta ko'pchiligi, mana hozir yana boshqa bir bloger ismlari esimga kelmayapti, ular ham qamoqqa olingan, tergovlari ketyapti. Ya'ni men o'ylaymanki, o'sha so'z erkinligi, umuman mamlakatdagi so'z erkinligini barqarorligi albatta qanaqadir intrigalarga yo bo'lmasa davlat hokimiyati idoralarining o'rtasidagi bir urushlarni qurboniga aylanish kerak emas. Ya'ni bu yerda o'sha jurnalistlar hozir so'z erkinligi bir zaif qatlamga aylanib qolyapti. Qanaqadir bir prokuratura yoki ichki ishlar yoki davlat xavfsizlik xizmati singari organlari o'rtasidagi bir kurashlarni ichiga jurnalistlarimiz qurbon bo'layotganini ko'rib turibmiz. Masalan, taftish uz ishi mana hozir tergovlar yakunlanib sudga chiqdi. U yerda ham qanaqadir bir huquq muhofaza qilish idoralarini vakillari u yerda ham ayblanish sifatida blogerlar bilan birga o'tirishdi. Ya'ni bu yerda qanaqadir bir intrigalari, qanaqadir bir provokatsiyalari, bir nimasi bor, nishonalari bor. Bu ko'rinib turibdi. Albatta biz keyingi sud jarayonlariga biz albatta sudlarga ishonamiz. Odil sudlov qanaqadir o'zining so'zini aytish kerak. Endi Sirojiddin akani qamoqqa olinishiga arizalarda ko'pi u kishi bilan shartnoma tuzilgan shaxslarning shartnomalari asos bo'lgan. Ya'ni u kishi media xizmatini ko'rsatish, boyagi YouTube platformalarida o'sha kishini va faoliyatini yoritish haqidagi shartnomasi ham asos qilib olingan. U yerda juda endi masalan suddan keyin ham batafsil aytishim mumkin. Shartnoma tuzilganlikda juda qoralab boyagi yozilgan, lekin shartnoma fuqarolik huquqida ham ikki tomon ixtiyoriy ravishda har qanday shaxslar shartnoma tuzishi mumkin. Shartnoma ixtiyoriy tuziladigan narsa. Qolaversa, O'zbekiston shu 95-yil a'zo bo'lgan BMTning fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida akt bor. Bu majburiyat O'zbekiston o'ziga olgan 95-yilda u yerda yozib qo'yildi. Har qanday shartnomaviy munosabatlardan jinoiy javobgarlik kelib chiqishi mumkin emas deb. Albatta bu xalqaro pakt ham hozirgi kunda buzilib kelinmoqda. Men o'sha sraz aytdim, anaqa o'sha vazirimizga ham kerak bo'lsa chiqmaydi, chunki men opaman-ku, umuman gapirmaydi ham, bizga sog'lig'i kerak. Men ukam meni ota-onamdan omonat bo'lib qolgan desam, men unga qarshi emasman, bemalol gapirsin, unaqa deb o'ylamang. Chiqsin, yana faoliyatini bemalol yuritsin. Biz unga qarshiligimiz yo'q. Men aytaman dedi, shug'ullaninglar deb keyin unaqa qildilar-da. Shundan xursand bo'lib, ana oyoqlarim bir yerga tegmasdan chiqdi. Men aytaman, bir opa sifatida ukamni eng birinchi o'rinda sog'lig'ini, 4 ta bolasi bor, ayoli kasal, anaqa ishlamaydi-da. Siz jurnalist va bloger Sirojiddin Odilovning opasi, advokati va huquq faolining voqeaga munosabatini tingladingiz. Daryo mavzuni o'rganishda davom etib, voqealar rivojini jamoatchilikka havola qilishda davom etadi.